Tabriklayman. Sizlar endi er-xotin emassizlar. Yaqinlashma. Shuncha olomonni yig'ib olib, meni chantaj qilmoqchi bo'lyapsan. Bos. Xo'p bo'ladi. Men-ku o'g'limni ikki kunda uylantiraman. Lekin seni erda qaytgan qizingni kim olar ekan? Alohida uxlayapmiz, lekin bitta joyda uyg'onyapmiz. Nimaga aynan o'sha muzeyda g'alati bir chapani ichida uyg'onyapmiz? Qayerdan kelib qoldinglar bu yoqqa? Erkak bo'lib bitta ish qiling, qoching yo'limdan. Hozir senga ko'rsatib qo'yaman. Voy. Hech buni. Kim nima deyapti? O'zi bir deganda g'ijimlab tashardim-ku. Siz oldingizda adobsizlik bo'lmasin dedim-da. Mana bu 3,5 kilo burningizni osiltirib, 3 yil orqamdan yurganingiz esingizdan chiqib qoldimi? Rostdan ham ekstraservismisiz? Men bolaligimdan tabiblik bilan shug'ullanganman. Tanlanib bu yerim uyg'onmasliging uchun men nima qilay? Ha? Olmaydi, tezlik qo'lga yo'q, qo'lmi? Nima deyapsan, mana buni olib gapir.